Ay, yaşasım kerak. Voy! Qizil chiziqdan chiqmay dedimi? Qanaqa qilib yashayman? Bo'ldi. Men qizil chiziqdan yashashga harakat qilaman. Qani videolarni tomosha qiling. Xafa bo'lma, Dabli. Amigo ketgan bo'lishi mumkin, lekin atrofingda boshqa do'stlaring bor. To'g'ri aytasan, Dabli. Biz seni eng yaxshi do'stlaringmiz. Qani birinchi bo'lib Biz seni juda yaxshi ko'ramiz. Mana shundaymi? Lekin bugun men bilan o'ynaganingizda juda xafa bo'ldim, do'stlar. Va o'zimni nihoyatda yolg'iz his qildim. Kechir, Dabli. Biz seni boshqa hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. U to'g'ri aytyapti, Dabli. Hozir biz seni xursand qiladigan ish qilamiz. Hazırlaşayımsanmi? Nima bo'lishi mumkin? Hammamiz bir vaqtda uxlaymiz. Men birinchi boshlayman. bu uyni olmazli qilib beradi. Meni uyimni esa maishiy texnikalarga bu ishni men qilmadim. Boy qilib beradi. Mana bunday pachoq emas. Oh, mazza. Shunaqa qilib mashina texnikalarga to'g'irtirib beradi. Lekin men qizil chiziqdan chiqmay yashashim kerak. Mana bu agarotlarimni yaxshilab beradi. Keyin esa mana bu verstaqlarni yo'qotib, mana bu yerga o'rmon qilib ichiga dacha qildim. Ana u yerga esa qo'y boqadigan yo'l. Endi videoni boshlash vaqti keldi. Va biz boshladik. Qani sandiqlarga nima qo'yib ketibdi bu yaramas? Ketmon va ikkita suv. Bu ichida suv ham yo'q, do'stlar. Siz o'yini qitashma. Tok.